Bugungi video oldingi videolardan biroz farq qiladi. Somerset Maughemning Yomg'ir nomli hikoyalar to'plamidagi bitta hikoyani sizlarga gapirib beraman. Ushbu hikoyaning nomi Ruhoniy. Uning bosh qahramoni Albert. Albert yoshligida qul bo'lgan, uni ruhoniy o'ziga xizmatkor sifatida olgan. Albert yillar davomida ruhoniyning yonida yurib, diniy bilimlarni yodlab oladi. Va ma'lum vaqt o'tgandan keyin ruhoniy uni o'ziga yordamchi ruhoniy sifatida ishga oladi. Yillar o'tib Albertni ishga olgan ruhoniy vafot etadi va o'rniga boshqa bir yangi ruhoniy tayinlanadi. Yangi tayinlangan ruhoniy esa Albertni cherkovdan ketkazmoqchi bo'ladi. Buning sababi esa Albert o'qish va yozishni umuman bilmasdi. U din qoidalari va duolarni shunchaki eshitib yodlagan edi. Nafaqaga chiqishiga 3-4 yil qolgan Albert bundan juda ham siqiladi. Chunki uning qaytib yana xizmatkorlik qilishga xushi kelmaydi. Ruhoniylikda juda ham komfort hayotda yashagan, hammaning hurmat e'tiborida bo'lib kelayotgan edi. Shu o'y-xayollar bilan siqilib shaharning markaziy ko'chalaridan birida aylanib yurganida uning sigaret chekkisi kelib qoladi. Ammo atrofni qancha izlamasinki, sigaret sotadigan birorta do'kon topolmaydi. Va birdan xayoliga bir fikr kelib sanchiladi. Bu yerdagi qanchadan qancha odamlar men kabi sigaret chekkisi kelayotgan bo'lishi mumkin. Shu yerda birorta sigaret sotadigan do'kon ochsamchi deb o'ylab qoladi. Ushbu favqulodda kelgan fikr ta'sirida u tuni bilan uxlolmay chiqadi va ertasi kuni ruhoniylikda yig'gan jamg'armasi bilan kichkina joyni ijaraga olib, sigaret va tamaki mahsulotlari sotadigan do'koncha ochib oladi. Ishi shu darajada yurishib ketadiki, uning qisqa muddat ichida boyligi nihoyatda ko'payib ketadi va do'konlar soni ham oshib ketadi. Qarabsizki, 1 yilga yetar yetmas u shahardagi eng boy insonga aylanadi. U mablag'larni saqlaydigan bank boshlig'i uni bir kuni suhbatga chaqiradi va bu pullaringiz shunchaki bank hisob raqamida o'lik pullar bo'lib yotishi yaxshi emas. Bundan yaxshigina daromad qilish mumkin, qimmatli aksiyalarga tikish mumkin yoki oltin va neft sotib olish mumkin. Shu orqali pullaringizni 2-3 baravar ko'paytirish imkoniyati sizda bor. Bunday imkoniyatdan foydalanishingizni tavsiya qilaman deydi. Albert bunday ishlarga o'quv yo'qligini aytganda, bank rahbari agar bizga vasiylik bersangiz, ya'ni mablag'laringizni boshqarishga xat-hujjat qilib bersangiz, biz o'zimiz eng ishonchli aksiyalar va qiymatli narsalarga pul tikib, pulingizni ko'paytirishga yordam beramiz deydi. O'ylab ko'rib, Albert ushbu kelishuvga rozi bo'ladi. Bank rahbari esa uning qo'liga shartnoma qog'ozini tutqazadi. Albert esa shartnomadagi yozuvlarni o'qiy olmasligini, bank rahbaridan unda nimalar yozilganini aytib berishini so'raydi. Ana shu paytda hayron qolgan bank rahbari, nima uchun o'qiy olmayapsiz? Bu tilni bilmaysizmi yoki ko'zingiz yaxshi ko'rmaydimi? Sizga ko'zoynak keltirishsinmi deb hayron bo'ladi. Ana shunda Albert umuman o'qish va yozishni bilmasligi, savodsizligini aytadi. Bank rahbari esa hayratdan lol bo'lib qoladi. Qanday qilib shaharning va mamlakatning eng boy insonlaridan biriga aylangan odam o'qish va yozishni bilmasa? Agar o'qish va yozishni bilganingizda qanday darajalarga erishgan bo'lardingiz? Hozir qayerlarda yurgan bo'lardingiz deb o'z hayratini yashirmaydi. Shunda Albert, agar o'qish va yozishni bilganimda hozir cherkovda bo'lardim deb javob beradi. Xullas, ushbu ramziy hikoyadan kerakli xulosani chiqarish qiyin emas. Buni o'zingizga qoldiraman. Kitobni esa albatta o'qib ko'ring. Ushbu to'plamda muallifning sizga hikoya qilib berganimga o'xshash ramziy va sirlilikka to'yingan 15 ta hikoyasi bor. Har biri sizni alohida va boshqa xulosalarga chorlaydi. Albatta o'qib ko'ring. Yangi va yaxshi turli janrdagi kitoblar haqidagi videolarni doimo kuzatib borish uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda bir burchakda ko'rishguncha.